Muhimi farzandimni tagi doim quruq va xursand. Smart Baby. Kayfiyatingizni ko'taruvchi va mitti bolalarni dunyosini o'rganuvchi mittilar ko'rsatuvi yana efirda. Assalomu alaykum. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Agar farzandlaringiz sog'lom rivojlanishni istasangiz, unda Numa Kids vitaminlarini tanlang. Biz boshladik. Xo'p, qizlar, mustaqillik bayrami nima degani? O'zbekiston Respublikasining bayramida mustaqilli osmonga uchadi. Osmonga uchadi? Nima uchadi? Salyut uchadi. Salyut uchadi. Mustaqillik bayramida, to'g'rimi? Kecha bayram ko'ruvdi, salyut bo'ladi, keyin samolyot bo'ladi usta. Samolyot ham bo'luvmidi? Usta keyin kraska bo'lib ketdi hamma joy. Voy, rosa chiroyli bo'ldimi? Lekin kraska bo'ldi, kraskani tiqdi odam. Kraskani tiqdi, samolyotgami? Keyin krasiva bo'ldi, Chiroyli aylandi. bo'ldi. Qoyil, ko'rdingizmi hammasini? Buncha zo'r. Siz ko'rmadingiz? Yo'q, men ko'rmadim. Meni uyimdan ko'rinmaydi. Nimaga? Siz uyingizdan ko'rinadimi? Yo'q, hovlida ko'rinadi. Hovlida ko'rinadi. Qoyil. Ana bayroq haqida she'r. Bayroq aytib bering chiqan. Bayrog'imizga qarang, ko'k va shil havora, mustaqillikni yo'qrab turibdi yo'qirpalab, yulduzlar to'nalay, bayroqqa berdi chiroy. Qoyil. Bu she'r yodlashga kim yordam bergan? Bog'cha bolalarim to'ni Happy Birthday bo'ladi. Happy Birthday bo'ladi. Do'stlarmishmikan? Shunaqa bo'lsa kerak edi. Siz bilasiz-ku, men bilmayman. U bayramni kim nishonlaydi? Hamma O'zbekiston. Qanaqa nishonlanadi u? Kecha Yangi O'zbekiston bog'ida prezident keldi. Keyin o'ta raqslar bo'ldi, shunaqalar bo'ldi. Mani buvimni eng kichkina singillarni qizi o'shatda prezident qo'riqladilar. Rostdan. Uyda kim kir yuvadi? Oyim. Qanaqa? Bilan Uy Qanaqa? Ilima. qo'lda ili mashinada yurish. Kir mashina ham bor, a? Men ham yuvaman. Siz ham kir yuvishni bilasizmi? Ana mayka shunaqalar. Yaxshi, kir yuvishni bilar ekansiz, zo'r-ku. Adam. Adam yuvadi. Kir adez yuvadi. Oyingiz nima ish qiladi? Oyim ovqat qiladi. Adez kir yuvadi. Xolam oyim. Xolam oyim. Jim tur. Biz o'zimizni narsamizni yuvamiz. Oyim singillarimizni, ukalarimizni, adamnikini, buvimnikini, dadamnikini. Oyingiz hammani kirini yuvar ekanlar-da. Nimaga? Ikkita buvim bor-da, sani. Hammamiz yuvamiz. Hammangiz yuvasizlarmi? Kir mashina bormi? Kir mashina. Oyim bilan opam. Qanaqa yuvishadi kirlarni? Kirlar suvda qo'yadi, keyin ishqalab yuvadi. U kirlarni keyin qanaqa quritasizlar? Quritmaymiz, ana shilkaga qo'yamiz. Shu shilka bor, shunaqagina ilib qo'yishadi. Bir kunmi, 2 kunda quriydi. Ko'chaga olib chiqamiz, balkonga olib chiqamiz, quritadi keyin. Shu shilkaga ilamiz. Yeysiz-ku? Shu shilka nima degani shu shilka? Shu shilka. Nima u? Shu. Mana shu shilka mana 1, 2, 3 to'rtli. Mana shu shilka, mana chetlarida ko'p narsa bor. Hadi shimo. Keyin nima aytaymi? Keyin o'shanga kirlarni ilamiz. Shu shilkaga. O'sha shu shilka deyiladi. O'zi qurtadiganimiz ham bor. Qurtadigan ham bormi? Balkonchaga ilamiz. Balkonchaga ilasizlar? Balkonchada joy bormi? O'zi har kuni bilan akamni balkonchasiga iladi. Torimiz bor, shunga ilib qo'yamiz, qutamiz. O'shanda qurib qoladi. Nimaga quyoshda kiyimlar tezroq quriydi?
issiq quyosh issiq sovuqqa moralni ezadi bitta yo'q qilib yuboradi. Sovuqi moralni ezib quritib yuboradi. Qoyil. Chunki suv oqadi. Suv oqadi? Qayerdan suv oqadi? Kimda? O'shaning uchun. Quyosh ham issiq bo'ladi-da, ham issiq kunda. Chunki quyosh issiq-ku, chiritadi. O'shanga sovutadi-da, havo beradi unga. Keyin qutib tashlaydi. Qoyil. Mana tapchkamni yuvib qo'yaman-da, o'shanda qurib qoladi. Yaxshi ekan quyosh. Chunki sovuq-ku, terlab ketadi suv. Oqib ketadi. Suvdan terlab oqib ketgani uchun tez quriydimi? Chunki quyosh plasmassalari bir xil. Quyoshning nimasi bir xil? Plasmassalari. Plasmassalari. U plasmassasi bilan quyosh quritadi-da kiyimlarni. Qoyil, barakalla. Mashina nimada yuradi, mashina? Mashinami benzinda yuradi. U benzin qayerdan olinadi? Mashina benzin oladimi yo? Polni benzinga qayerdan olib kelishadi o'zi? Yo'q, o'sha benzin qanaqa qilib keladi o'zi, kelib qoladi shu. Mashinada keladi, qayerdan kelishini bilmaymiz. Mashina motorda yuradi. Mashinaga nima quyishadi? Benzin. Yana propan. Gaz. Yana qanaqa mashinalar chiqdi hozir? Nimada yuradilar? Nimada yuradi bivaydilar? Buvaydi gazda. Benzinda. Propanda. Voy, propanda yuradi. Tokda yuradi. Beshni. Biznes. Nima? Biznes. Biznes quyishadi ichiga. Qanaqa biznes quyish kerak mashina yaxshi yurishi uchun? Zo'r. Balonda yuradi. Mashinaning ichiga nima quyishadi? Zapravka quyishadi. Uyda kimning mashinasi bor? Oyimmi, dadammi, tog'ammi? Qanaqa mashinalar? Gazel tog'amda. Ham oyim bilan dadamda Spark. Adammi, dadammi? Adangizda qanaqa mashinalar bor? Oq. Dodangizni-chi? Dadamniki ham oq. Oyingizni-chi hali ham? Mana oyimda. Oq nima? Oq nima? Oyimda ham oq. Oq nima? Nima deyiladi mashina? Nima deydi? Sochimni yulibsan telapda. Yulibsan. Sizda qanaqa mashina bor sizda? Cobalt. BMW. Qanaqa rang? Gelik ham bormi? Qaysi birini menga berasiz? Aladam yo'q, menda bitta mashina bor. Qanaqa mashinangiz bor? Cobalt. Bor. Rangi qanaqa? Qora Cobalt. Nomi? Qora. Yo'q, meniki qizil. Qizil? Bu ko'rdim-ku. Ko'rdingizmi? Qizil mashinani ko'rdingizmi? Chiroyli ekan? Dadamni. Qanaqa mashina? Cobalt. Qanaqa rangli? Oq rangli. Raqami nechi? 1, 11, 12, 13, 15. Shunaqa yozilganmi? Qanaqa rang? Oq seri. Raqamlari-chi? Mana buni qarang. Raqamlari bizaniki 590 V W 590 Dodamgilarniki, ularniki nimada shunaqa? 293 niki. Ana S-da, ya'ni. Nimaga hamma odamlar har xil raqam taqib olishadi mashinaga? Очередga beradi raqamga. O'sha очередь kelganda chaqirishadi. Qanaqa nomerligini odam o'zi bilmaydi. O'zi tanlay olmaydimi? Yomon ekan. Tanlash pulli. O'shaning uchun chiroyli raqamlar kam ekan-da ko'chada. Bizaniki juda ham chiroyli. Lekin yaqinda uni o'rtasidan kesamiz. Nega? O'zimizdan nomimizga o'tkazdik-da, bu boshqanikida. Kutubxona nima degani qizlar? Kutubxona bu kitoblar. Kutubxona. Kutubxonachi. Yaxshi. Kutubxona. Kutubxona. Nima degani? Kraska bo'lish kerak. Kutubxona.
oshxonasi. Ha, barakalla, qoyil. Narsa olib kelib beradi-ku. O'shanga rosa sotib kutadi. Kutadigan joymi? Kolovka degan. Korobka degani. Nima qilishadi u yerda? Hech nima. Ichida nimalarni soladi. O'qishadi. Kitob o'qishadi. Sizlar borganmisizlar kutubxonaga? Bizda misol uchun bog'chamizda mana kitoblarni Qanaqiz. Kitobxonada. Nimaga shu Kitob javon. nimaga shu odamlar, bolalar kutubxonaga kam borishadi? Bilmayman. Hozirgi zamonlar o'qish yaxshi. Nega? Telefon ko'radi faqat. Sizlarni yoshliginglarda oyimgilarni, dodamgilar qanaqadir o'yinlar bor edi, bekinmacholar. Hozirgilar esa telefon faqat. Elektronniy o'yinlar. O'qish kelmaydi. Nega? Bilmayman. Dars bor bo'ladi-da, dars. Ha. Darsi. Voy. Sanga u anaqami nima edi? Darsi bor bo'ladi-da bolalarga. Magaz. Voy, anchadan beri urushmabsizlar. Tanishmaymiz-da anchadan beri. Ko'rishmaysizlar. Burniga urmang yana, hoy. Alixon yaqinda burun operatsiya bo'ldi, bechara. Yaqinda emas. Men ko'ribdi-ku. O'sha minkun bo'lsa ham-da. Habiba, bog'chaga borasiz-a? Nega? Damku. Bog'chada dammi? Yoqmadi. Nega yoqmadi? O'shanchi. Nimasi yoqmadi? Kirishini yoqdi. A? Mamtilar. Nima Siz yoqdi? yoqdingiz. Men yoqdim. Shu bog' Nimaga bo'yandingiz? o'zi chiroyli bo'lish uchun. Nimaga bog'chadan ketib qoldingiz? O'shancha qochib ketdim. Nima yoqmadi bog'chada? Bochchappa. Bog'chapami yomon ekanmi? Nimaga? Nima dedi? Bor ket keldi. Sizgami? Iye, shunday chiroyli qizga-ya? Nima dedingiz keyin siz? Ketmayman dedingizmi? Keyinchi? Keyin boshqa gruppaga olib ketdi. Boshqa gruppa olib ketdimi? Yig'ladi. Nega? O'shanchi. Bog'chapingiz urishdimi? Nima deb urishdi? Bor ket qildi. Boshqa urishmadimi? O'zingiz keting demadingizmi? Ketdim. Ketdingizmi keyin? Hozir boshqa gruppadamisiz? Pastda. Pastda? Yaxshi ekanmi past? Yo tepa yaxshimi? Pajaq. Nega? O'shanchi. U yerda bog'chapasi yaxshi ekan? Uni jahli chiqsa nima qilib urishadilar? Ushmaydi. Ushmaydilarmi? Nima deb erkalaydilar sizni? Aytganini qilaman bog'chapamni. Aytganlarini qilasizmi? Aqlli qizsizda chunki. To'g'rimi? To'g'ri. Yasmina, siz tasavvur qiling, maktabga borganingizda bitta bola orqangizdan yugurib kelib, shartta orqangizga tepib qochib ketsa nima qilasiz? Unaqa ensamni qotirib, ichimda nimadir deyman, ketaman. Nima deysiz ichingizda? Yuvilib ketdim. Nega? Unaqa demayman. Ota-ona tarbiya bermaganmi deyman. Qochib ketaman, uyga kiraman. Keyinchi? Keyin oyoq qolib pishiradi, yeyman. Bomba otaman. Nashta yaxshi. Qayerdan olasiz uni? Magazinda? Sotadimi? Qayerda? Qaysi magazinda? Katta. Narsa qilmayman. Nega? Chunki ular tepmaydi. Biz bog'chamizda ko'p bola yo'q. Nega? Chunki hamma o'z xonasida. O'shancha ko'chaga kam bolalar chiqadi. Nimaga kuzda barglar to'kiladi? Chunki shamol bo'ladi. Bilasizmi? Yomg'ir yog'adi. Mancha anaqa qurib qo'ygan bayla bor-ku. O'shani bosib shiqillaganini anaqa eshitgim keladi. Yaxshi ko'rasizmi? Juda yaxshi. Yaqinda bo'ladi shunaqa. Shiqillaydi. Kuzda chunki listopatlar ko'payadi. Nima degani listopad? Listopat ko'p bay degani. Chunki anavi qish fasli kelayotgan bo'ladi. Anavi eshigimiz taqilladi. Taqillatadimi qish fasli? Nima deydi keyin? Demaydi, oddiy taqillatib keladi. Taqillatib keladi. Tushunmaysiz-da lekin. Mana bog'chapamdan tushunmayman. Tushunmaysizmi? Bog'chapingiz shunaqa tushunarsiz gaplarni ko'p gapiradi.
Chunki sariq bo'lganda qattiq bo'ladi-da, qizaloq. Ha. Qarang. U shunaqa boshqa to'shib ketadi shunaqa bo'lganda. Siz bilasizmi, nima ko'rdim? Nima? Daraxtli gul. Daraxt. Orqa donda ko'rdim. Daraxtli gul ko'rdingizmi? Qanaqa ekan u daraxtli gul? Zo'r ekan. Farzandlaringizning immuniteti mustahkam bo'lishini istasangiz, unda Fanny multivitamin kompleksini tanlang. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Farzandlaringizni ko'rsatuvda ishtirok etishni istaysizmi? Unda internet tarmoqlari yoki telefon raqami orqali murojaat qiling. Xayr, salomat bo'ling. Muhimi farzandimni tagi doim quruq va xursand. Smart Baby